Oy, ha ukam. Yana o'tganki. Iliq suvat yasab bergan Yusuf Javusdan bag'ib pazotga. Mana shuni o'yning oldiga kelib qopdiq. Shuningga kirib o'tganda sizga bir narsa yasab bermay, siz qo'l hunarmandchilikka bek qiziqotgansiz. Shuningdan ta'sirlandim, bek ta'sirlantiryaptingiz meni deganda. Nima yasab beramdi? Kirib boqamdiq. Kirib bir nima yasab berdi, shuni elib chiqayli. Menga Ateşlik yaxshimi ustam? Yaxshi olaman. Yaxshimi? Chilik kilo Meni oldu. kelishimni bilgandek qilib o'yning oldiga chiqib turibman. Bak, ekesin. Bu ne kadar otağantım? Ha. Nima ish qilib o'taldimda? Ama lonqıdım için toquyum kedep otağım. Ha shu o'tgandamda sizdan keyin shu qo'l hunarmandchilikka qiziqishingizdan bek ta'sirlandim. Doğru. Endi qiz o'tirib shunda qiziqitgansiz bu qo'l hunarmandchilikka deb siz menga bir narsa yasab bermay, yoshirin qolsin. Sizni hayron qoldirim degantingiz nimani yasab berasiz endi? Bir tağ bir mevcut tızgan bir taksi yasap. Çıraylık yasap bir. Ha, ma'qul. Undan so'ng qo'lingizda yasaganni o'z ko'zimizda ko'rib o'tirib, andin aytay. Ajab xo'sh qildingiz, bo'lib tosh mevtizdigan narsam yo'qdi. Shuni ilib ketay. Ha, ma'qul. Hemen hemen putkizip koydum. Voy, ma bek chiroyli qilibdi-ku. Ma ichidagi fasullarning chiroyliligi, ma uyi, choch uygandek chiqib ekan-ya. Hemen unda çıkırımız var. Man naqshdek chiqibdi, bu bek chiroyli chiqibdi. Voy. Ma ostlarim shunday chiroyli taxmanda qo'ysa, yiqilib ketmaydigan. Shunda aplik. Mevcut tızı çıkıyor. Ha, bo'pti, mening bir mevchi tizay shunday bo'lsa. Voy, shunda xo'sh qilyapti-mi ustam? Rahmat. Ben to'qpirim deb elima. Men shu nima to'qpiraki deb taqozolik bilan kutib yurgandim. Shunga sizni ko'rib o'ttasın deb putkichi. Ha, shu ko'rib o'tirib nima qilay dedim. Bo'libdi ustam, bek chiroyli qilibdi. Rahmat unda bo'lsa. Ma'qul. Ma'qul. Yana kelamiz. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh, ma'qul. Ma'qul.